Ushbu loyihamiz Agrobank hamkorligida Buxoro viloyati Peshku tumani Xo'lbur MFI 6179 va 6181 konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda 10 gektar makajo'xori ekilgan. Maydon hajmi uzunligi 500 va eniga 200 metr. Bu yerda ekilgan zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda makajo'xori ekilgan va parvarish holatda. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi hamda tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 9 ta dehqon xo'jalik biriktirilgan bo'lib, har bir dehqonga o'rtacha 1 gektar yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Peshku tumani xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyatda biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 50 tonnadan jami 500 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekin ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib borish ko'zda tutilgan.